Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy tazkira asar İdiqut o'g'lonlari Mo'yittilar jamiyati. Maqsud Mo'yitti. Davomi. Savarchanlik bilan zerikmay terikmay elib berilgan tashviq tarbiya natijasida Maqsud Mo'yittining oilasida o'qishni talab qilg'uvchi bolalar tadrijiy ko'payishga boshlagan. Oxiri Urumchi va Turpandagi ilg'or zotlarning bo'libmi Maqsud Mo'yittining qo'llashi va iqtisodiy tarafdan yo'lishi bilan 1913 yili Ostona madrasasi yiniga Kungayga qaratib aynak derezilik osti usti taxtayliq sinib silingan. Bu maktabda Turpan, Ostona, Qarag'o'ja, Singim, Murtuq, Yanxi, Pichan, Lökjün, Tuyuq, Xangdu, Guchung qatorliq joylardan kelgan bolalar o'qigan. Maktabning dars programmalari asosan Rossiyaning Qozon maktablariga o'xshash bo'lib, ona tili, hisob, jug'rofiya, tarix, tabiat, asriy saodat, payg'ambarlar tarixi, tantarbiya va she'r qatorliq darslar o'tilgan. Garchi maktab ochilib o'qish rasmiy yo'lga qo'yilgan bo'lsa-mu, yerlik mutaassib kuchlarning qarshiligi to'xtamagan. Chunki ijtimoiy va tabiiy fanlarni o'z ichiga olgan yangi madaniyat, yangi ilm Shinjongning feodal kona madaniyati va kona ilmiga qarshi edi. Haydar Sayrani zo'r tirishchanliklar bilan o'qishni davomlashtirgan. 1914-yili Haydar Sayrani o'z yurtiga qaytib, urug' tuqqan Yaru birodar va ba'zi saboqdoshlari bilan ko'rishgan va ularning ba'zilarini Shinjongga ilib kelib ishlashga da'vat qilgan. O'zi Ostonaga qaytib kelgandan keyin dars o'tishni davomlashtirgan. Odam taklif qilganligini Maqsud Mo'ytiga aytganida, u intayin xushal bo'lib, imkon bor ularni oldirishning amalini qilishni aytgan. Chunki bu chaqqa kelganda Ostonda ichilgan yangicha maktab bu atrofda xili cho'ng ta'sir qo'zg'agan bo'lib, bir qism ilg'or zotlar o'z yurtlaridami mushundoq maktab etish niyatlarining borligini, mumkin bo'lsa yana muallim taklif qilish fikrlarini Haydar muallimga bildirishgan edi. 1917-yili Ostonaga Maqsud Mo'yitining Moskvadagi nurg'un pullarini o'tkazmayotidi degan xabar kelgan. Maqsud Mo'yiti bu ishlarni hal qilish uchun Moskvaga Haydar muallimni billa ilib borgan. Ularning o'yicha vatanni qutuldirish uchun faqat yangilikqa ko'chish kerak edi. Yangilikqa ko'chish uchun faqat chet eldan o'rganish kerak edi. Mana mushundaq ideyaning yetakchiligida ular bu navbat Moskva, Qozon, Ufa, Toshkent, Simpalatinskiy qatorliq joylarni aylanib, ahvollarni kuzatib, yangiliklarni o'rgangan. Shundoqla Shinjongga akilishga odam izlagan va u yerlardan Muhibbulla apandi, Gulandam Abustay, Xisam Bavin, Hasan Fahimi, Ali İbrahim, Shoyi Sharaf qatorliq 6 nafar munavvar tatar o'qituvchisini Shinjongga taklif qilgan. Ular 1917 va 1919-yillari Shinjongga kelib bo'lgan. Haydar Sayronining bu xil aksiyatchi hukumat va feodal mutaassib kuchlar bilan tig'mu-tig' turib kurash qilib, yangi maktablarni ochib, xalqni madaniyat yo'liga boshlagan qaysarligi xalq ommasining ishonchi va yuqori hurmatiga ega bo'lgan. Uning 2 qitim o'z yurtiga qaytishi kishilar ko'ngilda uni o'z yurtiga qaytib ketib kelmay qolarmi degan andishiga silib qo'ygan. Shuning bilan jamoat uningga xizmat ishlab, yerlik o'rindan o'ylab qo'yishga ko'ndirib, oxiri 1917-yili Ostonalik Bahovuddin akaning qizi Ayxon Ayliga o'ylab qo'ygan. 1919-yili 18-dekabrda Haydar Sayrani bir o'g'il farzand ko'rgan. Haydar Sayrani bu farzandining ismini Uyg'ur qo'ygan. Bola tug'ilib 6 oydan keyin baxtga qarshi onasi Ayxon Ayla olamdan o'tgan. Uyg'urni cho'ng onasi Ma'li qiz bilan Haydar Sayrani o'zi boqqan. Haydar apandi Urumchiga yo'tkilib ketgandan keyin Abdulla Parsa qaragan. Maqsud Mo'yti do'sti Haydar Sayranining o'g'li Uyg'urni o'z bolasidek ko'rib,
Har qitim Rossiyadan kelganda o'g'li Anvar bilan Uyg'urga o'xshash kiyim-kechak, daftar, qalam qatorliqlarni olg'ach kelgan. Anvar bilan Uyg'urni tang xatni qildirgan. 1874-yili Urumchi Yanxanda silingan Tatar masjidi yanida 1912-yili madrasa silingan bo'lib, bu yerdagi o'qitish usuli qadim edi. Darsni Qozondan kelgan Zinnatulla muallim beretdi. 1920-yilga kelganda Urumchida o'z bolalarini yangicha o'qitishni talab qilguvchilar ko'paydi. Bu chog'da Haydar Sayrani Urumchida maktab etish bilan shug'ullangan. Bu ishni shu chog'dagi ziyolilardan Burhan Shahidi, Hasan Shakulov, Zokir Abdurashid qatorliqlar qizg'in qo'llab quvvatlagan. Maktabga Xisam Bavin apandi Guchungdan taklif qilib kelingan. U bu maktabda yangicha dars o'tgan. Zinnatulla muallim o'z sinfida ko'nicha dars o'tgan. Bu ikki xil o'qitish tuzumidagi sinflarda o'qiydigan o'quvchilar ayrim bo'lgan. 1920-yili Urumchida Şinjan Ma'rif nazorati qurilganda Haydar Sayrani inspektorlik vazifasiga tayinlangan. U ma'rifdagi vazifasini o'tash bilan billa Urumchida qurilgan maktabda darsmi o'tgan. Shuning bilan Haydar Sayranining konkret rahbarligida Urumchi, To'rpan, Ostona, Qarag'o'ja, Lukchun, Guchung, Cho'chaklarda bir yurish yangicha fanniy maktablar ochilgan. Haydar Sayranining bu jafoliq amgaklari shu chog'dagi amgakchi xalq va ilg'or zotlarning madilishi va yordamiga muyassar bo'lgan. Haydar Sayrani bu maktabning o'qitish va moliya ishlariga, Temir G'ali Isoqov xo'jalik ishlariga mas'ul bo'lgan. Zokir Abidishev xo'jalik ishlariga yordamlashgan. Maktab xarajatini yanxonliqlar chiqargan. Bu maktabda Urumchidagi Tatar, O'zbek, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tungan qatorliq millatlarning farzandlari o'qigan. 1936-yilga kelganda o'lkalik hukumatning sinfi 6dan o'qituvchisi 10dan oshgan maktablarni Ma'rif idorasi boshqurishga o'tkazib elib, xarajatiga hukumat mas'ul bo'ladi degan qaroriga asosan bu maktab hukumat qarmiqiga o'tib, Urumchidagi mashhur 6-maktab bo'lib qurilgan. Bu maktabda Asxat Isoqov, Uyg'ur Sayrani, Anvarxon Baba, Nusrat Shahidi, Marg'ub Isoqov, Raqib Abbos, Anvar Inikiyev, Malik G'imadi, Hamud Xo'ja, To'xtarov, Qirg'iz, Seyit Hasilov qatorliq zo'r turkumdagi ilg'or ziyolilar tarbiyalanib chiqib, jamiyatimizning turli saflarida o'chmas izlarni qoldirgan. 1933-yili Haydar Sayrani Ma'rif nazorati va hukumatning munosabatlik tarmoqlariga bir qism o'quvchilarni Sovet ittifoqiga o'qishga chiqarish orqali Şinjan ma'rifining taraqqiyotini texmo ilgari surish haqida taklif bergan. Bu taklif amalga oshmagandan keyin Haydar Sayrani bolalarni Tianjin orqali g'arb ellariga chiqarish qaroriga kelgan va bir qism bolalarni yig'ib inglizcha o'rganishga tashkillagan. İngilizce dersini Rosov bergen. Bu ügünüşke Uygur Sayrani, Enverxan Baba, Asxat Isoqov, Nusrat Shahidi qatorliqlar qatnaşqan. Şeňişse Sovet ittifoqi bilan do'st bo'lgandan keyin g'arb ellariga o'qishga chiqarishdan voz kechib, yana Sovet ittifoqiga chiqarishga harakat qilgan va hukumat o'rinlariga bu taklifni qayta bergan. Oxiri Xo'janiyaz Hoji qatorliq ilg'or zotlarning qo'llab-quvvatlashi bilan shu yili 1934-yili hukumat bu taklifga qo'shilib Sovet ittifoqi bilan o'quvchi chiqarib o'qitish kelishimini tuzgan. 1934-yili hukumat O'rta Osiyoga o'qishga chiqargan birinchi turkumdagi o'quvchilar orasida Turpan Ostona maktabini bitirgan bolalardan 18 nafari bor edi. 1934-yili 12-oyda Haydar Sayrani hukumat ruxsati bilan o'g'li Uyg'urni Anvarxon Baba, Asxat Isoqov, Nusrat Shahidilar bilan billa o'z iqtisodi bilan Moskvaga o'qishga avatgan. Ular bilan yana
4 nafar Xanzu balasinimi billa o'qishga chiqargan. 1922 yili Haydar Sayrani Urumchida maxfiy tashkillangan ilg'or yoshlar tashkilotiga qatnashgan. Bu tashkilotda Burhan Shahidi, Lukchunlik Tohirbek, Turpan Ostonliq Maqsud Mo'yti, Qashqarlik Kiram Cho'nghaji, Boyliq Ayub, Turpanliq Yunusbek, Oltayliq Sharifxonlar bor edi. 1925 yili Haydar Sayrani Urumchida Burhan Shahidining singlisi Zeynep Banu bilan to'y qilgan va Ostonadagi o'g'li Uyg'urni yiniga oldirib kelgan. Haydar Sayrani qumul qo'zg'alingni qo'llab-quvvatlagan va ular bilan aloqa o'rnatib, ularni uchur bilan ta'minlab turgan. Urumchidagi Jing Shurin askarlari qumul qo'zg'alonchilarini bostirish uchun yo'lga chiqsa, Haydar apandi ularning soni, qurollarining ahvollarini bilib olib, ishonchlik odamlarni otliq qumulga xabar qilishga mangdurgan. U Urumchidan Qumulga muncha harvada munchtay mol avatdim deb maxfiy xat avatib, Qumul qo'zg'olonchilarini ishonchlik uchur bilan ta'minlagan. Bir qitim Oq Urus askarlarining boshlig'i Mezgin Qumul qo'zg'olonchilarini bostirish uchun Urumchidan Qumulga minish oldida, Qumul o'g'rilarining o'zlarinila emas, homilador ayollarining qo'rsqidagi bolalarini jahannamga uzdiman deb jar solgan. Haydar apandi darhol Qumulga maxfiy holda odam avatib, eng oldi bilan jallod Mizginni joylavetishni tavsiya qilgan va Mizginning qiyofatini suratlab bergan. Qumul qo'zg'olonchilari bu xabarga asosan 10 necha usta marganni dushmanlarning Qumulga kirish ig'izga bo'ktirmiga qo'yib, jallod Mizginni etib tashlab, dushmanlarning hayvasini sundurgan. 1932 yili Maqsud Mo'yti chet eldan qaytib kelgandan keyin tayyorlik ishlariga aktiv moslashib, harakatni tezlatgan va 11-oyda Turpandagi singimga berib, shu yerdagi dehqonlarni qo'zg'olon ko'tarishga tashkillagan. Haydar Sayrani Qumul Turpan dehqonlar qo'zg'olonining asosli rahbarlari bo'lgan Xo'janiyaz Hoji, Maqsud Mo'yti qatorliq zotlar bilan zich munosabat bog'lab, Sharqiy Shinjang va Urumchi rayonida aksiyatchi hukumatga qarshi oshkora va yo'shurun inqilobiy faoliyatlarga aktiv qatnashgan va uyushtirgan. Bu jarayonda Haydar Sayrani yana xavf ostida qolgan tashkilot a'zolari va ilg'or yoshlarni qutqizish ishlari bilanmi shug'ullangan. 1932-yili 1-oyning 23-kuni Jinshurin aksiyatchi hukumati Sharifxonni qo'lga olmoqchi bo'layotganligi xabarini anglagan hamon Sharifxonni Oltayga qochirib 1934-yili 8-oyning 5-kuni Urumchida Uyg'ur madaniy aqardish uyushmasi qurilgan. Haydar Sayrani uyushma tarkibidagi nashriyat boshqarmasiga muavin bosh muharrir bo'lib tayinlangan. Ularning tirishchanligi va zo'r emgak singdirishi bilan Uyg'ur yezigidagi siyosiy, ijtimoiy, adabiy haftalik gazet Yangi Shinjongning 1-soni 1935-yili 1-oyning 25-kuni nashr qilingan. Shingsay Jingshurinning 1-nomerlik g'altisi bo'lib, Qumul Turpan dehqonlar qo'zg'oloni qonliq bostirgan chog'larida Haydar Sayranining ismini ko'ngliga chingib pukib qo'ygan edi. U o'zining aksil inqilobiy qiyofatini oshkoralab, jallod qilichini ko'tarib, Urumchidagi ilg'or zotlarni qo'lga ilishga boshlaganda, Haydar Sayrani o'qitish ishlarini ko'zdan kechirish uchun cho'chakka berib, Xisam Bovinning uyida turayotgan edi. 1938-yili aprel oyida u shu yerda aksiyatchilar tarafidan qo'lga ilingan. 1938-yili ta'tilda qaytib kelgan Uyg'ur Sayrani o'qishga qayta avatilmay Savan noyasiga palangan. 1940-yili Haydar Sayranning butun mol mulki musodara qilinib, oila, bola chaqalari bilan dekabrning 40 graduslik qattiq sovuqida qora mashinada Suydondagi kuraga surgun qilingan. 1943-yili 57 yoshida Ching Tianchu, Mao Zemin qatorliq kommunistlar va ilg'or zotlar bilan bir qatorda Urumchida jallod jadusiga besilib qurbon bo'lgan.
maqsud muhitining butun xarajatni o'z ustiga ilishi bilan qurilgan ayni vaqtdagi maktab Haydar apandining loyihalashi bilan 2 qavat qilib silingan. Osti usti taxtayliq kungay tarafga 4 deraza qo'yilgan sovut fasondagi bino bo'lib, shu vaqtlarda shahar bo'yicha ko'rkam zamonaviy qurilish hisoblanadi. Sinf ichida qora taxtaylar kuya bilan sirlanib doska yasalgan. Tog'dan sing'ir tosh akilib, xat yozadigan bor tayyorlangan. Taxtaylardan chiroyli partlar yasalgan. Sinf ichi boshqa o'qitish qurollari bilan chiroyli jihozlangan. Maktab hovlisida bir ko'l bor bo'lib, atrofi dal daraxtlar bilan o'ralgan edi. Maktabda ona til, hisob, jug'rofiya, tarix, tabiat, asr saodat, Muhammad payg'ambarning tarjimoli, tantarbiya, naqsha qatorliq darslar o'tiladi. She'r o'gitiladi. Bu she'rlar tatarcha bo'lib, Abdulla To'qayning she'rlari tekst qilinadi. Masalan, Ey tuğan til, ey motor til, atkam ankamning tili. Dunyoda ko'p narsa bildim, sen tuğan til orqali. Uningdan boshqa yana tuvandagidek she'rlarmi o'qitiladi. Suvsiz cho'llarda, toshliq qumliqda suv topolmasdan yuribdimiz biz. Qorong'u tunda, chiqqan bo'ronda ko'z ocholmasdan yuribdimiz biz. Abdursul Abduqayyumi so'zi. Bu vaqtda o'tilgan darslar burunqi kona maktablardan ro'shan farqlanadigan bo'lg'achqa, bir qism mutaassiblarning qattiq qarshiligiga uchragan edi. Yana bir tarafdan ingida xurofotlik, nodonlik, mutaassiblik qatorliq chirik ideyalarning asorati kuchlik bo'lg'achqa, bolalarini bu maktabga beradiganlar oz edi. Shunga bu maktabda ostona, qarag'uchilik bolalardan boshqa Turpan bozori, Үрümçi, Guchung, Pichan, Lükchün qatorliq joylardan kelgan o'quvchilarmi ta'lim oladi. Birinchi qaror o'quvchilarni 3 yil o'qitish jarayonida Maqsud Mo'yti va Haydar apandilar yerlik mutaassib kuchlarning kuchli qarshiligiga uchragan. Bir tarafdan aksiyatchi hukumat yangi maktab ma'rifiga to'salg'ulik qilsa, yana bir tarafdan jamiyatdagi johil mutaassib kuchlar fan diniga qarshi, fan o'qitilsa din yo'qoladi, yangi bilimni o'qimaslik kerak, xalq islom dini qoidalarini o'qisa bo'ldi degan safsatini targ'ib qilib, har xil usullar bilan buzg'unchilik qilgan. Bo'libmi, Haydar apandi jadid nomi bilan qilingan tuhmat, haqoratlarga chidab o'qitishni izchil davomlashtirgan. Maqsud Mo'yti yurtdoshlarga qayta tarbiya ishlab, yangi maktab ma'rifini ularning iddiasidan o'tkazib qoyil qilgan. 1917-yili tunji turkumdagi Abdursul Qayyumi, Mo'min Ahmad, Shavuddin apandi, Letip apandi, Mo'min Iminboy, Dugamat Xudiyari, Qurban Saidi, Avaydul To'xtaji, Abdulla Parsa, Abbas Najibi, Ahmad Nazar qatorliq 40 o'quvchi g'alabalik maktab puturgan. Shuning bilan Ostonda savodsiz, nodon, xat tonimaydigan holat paydinpay o'zgartilib, Uyg'ur bolalarining ko'zi ichilib, yangicha yoshlar maydonga kelishga boshlagan. Lekin mutaassib qara kuchlar fitni ig'vo ko'tarib, maqsud jadidi maktab ochdi. Hisob jug'rofiya deb bismillasi yo'q bir nimalarni o'qiydigan, yerni yumaloq deydigan degandek fitna fasodlarni to'qib, yangi zinshinga arz shikoyat qilishgan. Yangicha maktablarni yaptırıp etishga bahane topolmay turgan Yang Zingshin ularning arz shikoyatlarini ko'ribla buyruq bilan yangicha maktablarni yaptırıp etgan, o'qituvchilarni qo'g'ilgan va surgun qilgan. Demak, Turpanda amdila beq surgan ma'rifatchilik harakati johil kuchlar tarafidan to'sqinlikqa uchragan bo'lsa-mu, bu harakatning ta'siri nihoyatda zo'r bo'lgan. Yoshlar o'qib ko'zni echish kerakligini, uxlaversa ezili verdiganligini tushungan, ilg'orlik bilan qaloqlikning chegarasini ayragan, yangi ma'rifchilikqa aksiyatchilarning qarshi turadiganligi, yangilikni taraqqiy qildirish uchun ko'nalikqa qarshi turish kerakligidek xulosa kishilarni tarbiyalagan. Shuning bilan birga aksiyatchilarning yo'lanchuki bo'lgan, qo'lida quroli bor hukmronlarga qarshi turish kerak,
degan haqiqat xalqning ko'zini ochgan. Shunga keyin Maqsudiya maktabining o'quvchilarining hammasi qo'liga qurol elib, Maqsud Mo'yti va Mahmud Mo'ytiga agishib, inqilobga qatnashgan. Şinjan'daki cədetçilikning ma'rifçilikdan iborat bo'lgan bu amaliy harakati cho'ng tarixiy ahamiyatlik bir kurashdan iborat bo'lib, shu vaqtdagi sharoitda u feodalizmga qarshi, diniy xurofotlikqa qarshi, oxiri berib mustabid hukmronlikqa qarshi ilg'orliq edi. U garchi bir inqilobiy harakat bo'lmasa-mu, burjua inqilobchilik omiliga ega islohotchilik, reformizm harakat bo'lgan. Bu harakat Uyg'urlarning Şinjanning yaqinqi zamon tarixida alohida o'rin tutadi. Davomi bor.